Bu keloidni rubets. Chandiqda eng injiq turlaridan bittasi. Ko'proq shu ko'krakda, yelkalada, bugridan qolgan chandiqlarning o'rnida paydo bo'ladi. Chandiqda bitta особенный turi. Buni lecheniya qilishda faqat mezoterapiyadan lazerli lecheniyadan foydalanish mumkin. Buni udaleniya qilish, kesish tavsiya qilinmaydi. Udaleniya qilib, travma qilib kesadigan bo'lsang, kattalashib ketaveradi вообще. Juda ehtiyot bo'lish kerak bu chandiqni davolashga. Kattalashib, og'riq beradigan, qichishadigan, achishadigan xususiyati bor. Lecheniya regularni olmasang, kattalashib ketaveradi. Esiga tushib qolganda kesadigan bo'lsa, mana kattalashib ketaveradi. Xohlaganda kelib, xohlaganda kelmang.